Assalomu alaykum. Bu bemorimiz Mirabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya fondi dovonidan bizga murojaat qilib keldi. Unda tekshiruvlarda proksimal qonunchilar usti tachikardiyasi, tug'ma yashirin VPV sindromi aniqlandi. Ularda ablatsiya amaliyotini o'tkazdik. Hozirda holati yaxshi. Bemor 10 yildan beri aynan shu tachikardiyasi bilan qiynalib yashab yurgan bo'lgan, lekin oilasidagi moliyaviy qiyinchiliklar tufayli operatsiya qildira olmagan. Hozir aynan shu fond yordamida operatsiya qilindi. Fond xodimlariga biz shifokorlar ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bunday xayrli ishlarni davom ettirishdan to'xtashimiz. Assalomu alaykum. Men Qoraqalpog'iston Respublikasidan Nukus qalasidan Shayxona ko'chasidan keldim. Men Kerimberdiyeva Nurjahanman. Balam 5 yaşdan beri yurak taxikardiyasi menen avratgan edi. O'sha yerga keluvimni esitib, Mirabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya fondiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu vrachlarga hammasine rahmet. Balam o'sha 7 yil arasında ko'p avurdi. Basından ko'p qiyinchiliklar o'tdi. Svetni jag'ib, qo'rqib, uxlamay o'tirgan kunlarim ham bo'ldi. Rahmat vrachlarga hammasiga. Hozir yaxshi balam, hozir yaxshi balam. Kecha operatsiyadan chiqdi. Bugun uyimizga javob beryapti. Balam hozir yaxshi. Rahmat kattakon.